Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli tadbirkorlar. Bugun siz bilan juda muhim, har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, hatto undan ham kattaroq ahamiyatga ega bo'lgan bir yangilik haqida suhbatlashamiz. Tasavvur qiling, siz yangi biznes boshlamoqchisiz, g'oyalaringiz bor, lekin hujjatbozlik va rasmiyatchiliklardan qo'rqyapsiz. Yoki allaqachon faoliyat yuritayotgan tadbirkor bo'lsangiz, ruxsatnomalar olish yoki litsenziyalarni yangilash jarayonlarining murakkabligi tufayli bir necha bor boshi berk ko'chaga kirib qolgandek his etgansiz. Ana shu muammolar, ana shu bosh og'riqlar endilikda tarixga aylanish arafasida. Bugun sizga hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan, barchani qiziqtiradigan yangilik haqida gapirib beraman. Bu har bir tadbirkorni, har bir fuqaroni, hatto endigina o'z biznesini boshlashni rejalashtirayotganlarni ham bevosita qiziqtiradi. Bu shunchaki bir xabar emas, bu iqtisodiyotimizning kelajagi, kichik va o'rta biznesning rivojlanish yo'lidagi ulkan qadam. Ushbu muhim ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhimdir. Muammoning mohiyati va yangi o'zgarishlar keling, avvalgi vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. Ilgari tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki biron bir litsenziya, ruxsatnoma olish jarayoni qanday kechardi? Bu haqiqiy sinov edi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir qadamda qog'ozbozlik, uzun navbatlar, turli idoralar o'rtasida yugurish, har bir hujjatni alohida to'plash va topshirish talab qilinardi. Siz bir joydan ma'lumotnoma olib, uni ikkinchi idoraga olib borardingiz. Keyin uchinchi idora o'zining talablarini qo'yardi. Ba'zan birgina ruxsatnoma uchun 5 dan 10 tagacha idoraga murojaat qilishga to'g'ri kelardi. Bu jarayon bir necha haftani, ba'zan hatto bir necha oyni ham talab qilishi mumkin edi. Bu esa nafaqat vaqtni, balki asablarni ham yemirardi. Qo'shimcha xarajatlarga sabab bo'lardi va eng yomoni tadbirkorlik tashabbusini susaytirardi. Ayrim holatlarda esa korrupsion holatlarga ham zamin yaratardi. Chunki jarayon shaffof emas, murakkab va inson omiliga bog'liq edi. Siz har doim kimdir sizga yordam berishini yoki jarayonni tezlashtirishini kutardingiz. Bu esa tizimli muammolarni keltirib chiqardi. Endilikda esa ahvol butunlay o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan yangi, nihoyatda muhim nizom tasdiqlandi. Bu nizom tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish, litsenziya va ruxsatnomalar olish tartibini tubdan soddalashtirishga qaratilgan. Asosiy o'zgarish shundaki, endi deyarli barcha jarayonlar raqamlashtiriladi. Yagona bir darcha tamoyili asosida amalga oshiriladi va inson omili minimallashtiriladi. Bu nafaqat jarayonni tezlashtiradi, balki shaffoflikni oshiradi, korrupsiya xavfini kamaytiradi va tadbirkorlarga o'z faoliyatini osongina boshlash va rivojlantirish imkonini beradi. Yangi nizomning eng asosiy qoidasi bu sukut saqlash rozilik tamoyili. Ya'ni, agar belgilangan muddat ichida sizning arizangizga javob berilmasa yoki rad etilmasa, u avtomatik ravishda tasdiqlangan hisoblanadi. Bu tadbirkor uchun juda katta yengillik, chunki u endi idoralarning sekin ishidan aziyat chekmaydi. Uning vaqti qadrlanadi. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi lozim? Yangi nizomni tushunish uchun avvalo uning asosiy jihatlarini bilib olishimiz shart. Endi tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish va ko'plab ruxsatnomalar olish uchun davlat xizmatlari markazlariga yoki maxsus elektron portalga murojaat qilish kifoya. Bu yerda siz bir martalik ariza topshirasiz, uning mazmuni elektron shaklda tegishli idoralarga yuboriladi. Oldin har bir idora o'zining alohida ma'lumotnomalarini talab qilgan bo'lsa, endi ular kerakli ma'lumotlarni elektron tizim orqali o'zlari mustaqil ravishda bir-biridan oladilar. Siz faqat eng asosiy shaxsiy ma'lumotlaringizni va faoliyat turiga oid hujjatlarni taqdim etasiz. Bu esa sizning vaqtingizni va moliyaviy resurslaringizni sezilarli darajada tejaydi. Kim xavotirlanishi kerak? Aslida yangi nizomdan xavotirlanishga sabab yo'q. Chunki u tadbirkorlik muhitini yaxshilashga qaratilgan. Biroq biron bir faoliyat turini boshlash uchun eski usulda hujjat topshirgan va hozirda jarayonning o'rtasida qolib ketgan tadbirkorlar vaziyatni aniqlashtirish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishlari maqsadga muvofiq. Chunki ularning arizalari yangi nizom doirasida qayta ko'rib chiqilishi yoki yangi tizimga o'tkazilishi mumkin. Shuningdek, jarayonlarning shaffofligi tufayli qonuniy yo'llar bilan ruxsatnomalar olishga intilgan yoki har doim tizimdagi bo'shliqlardan foydalanib kelgan shaxslar uchun bu yangi tartib qulay bo'lmasligi mumkin.
Ular o'z faoliyatlarini qonun doirasida olib borishga majbur bo'ladilar. Kim xavotirlanmasligi kerak? Aslida deyarli barcha tadbirkorlar ushbu yangilikdan faqatgina foyda ko'radilar. Ayniqsa, yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun bu ayni muddao. Ular avvalgi murakkab jarayonlarning noxushliklarini tatib ko'rmasdan to'g'ridan-to'g'ri soddalashtirilgan tizimdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, o'z faoliyatini kengaytirish, qo'shimcha ruxsatnomalar olish yoki litsenziyalarni yangilash niyatida bo'lgan amaldagi tadbirkorlar ham xavotirlanmasliklari kerak. Chunki ular uchun ham jarayonlar sezilarli darajada osonlashadi va tezlashadi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik. Shunda bu o'zgarishlarning amaliy ahamiyati yanada ravshan bo'ladi. Misol 1. Yosh IT mutaxassisi Jasur. Jasur 25 yoshda yosh va iste'dodli dasturchi. U o'zining kichik IT kompaniyasini ochishni va mobil ilovalar yaratish bilan shug'ullanishni orzu qiladi. Oldin qanday bo'lardi? Jasur avvalo davlat ro'yxatidan o'tish uchun soliq idorasiga borish kerak edi. Keyin bank hisob raqamini ochish uchun bankka borishi lozim edi. Ma'lumotnoma olish uchun mahalliy hokimiyatga, keyin yana boshqa ruxsatnomalar uchun statistika qo'mitasiga, keyin yana boshqa idoralarga murojaat qilishi shart edi. Har bir idorada navbat kutish, har birida alohida arizalar yozish, hujjatlar nusxasini ko'paytirish kerak bo'lardi. Bu jarayon kamida 3-4 hafta vaqtini olgan. Shuningdek, pochta, transport, notarius xizmatlari uchun 5.000 ming so'mgacha mablag' sarflanishi mumkin edi. Bu muddatlar va xarajatlar yosh tadbirkorning g'ayratini sindirishi mumkin edi. Endi Jasur uchun hamma narsa boshqacha. U uydan chiqmasdan o'zining kompyuter orqali yagona elektron portalga, masalan, MyTub.uz kiradi. U yerda bir martalik onlayn ariza to'ldiradi, pasport ma'lumotlarini kiritadi, faoliyat turini ko'rsatadi va kerakli elektron hujjatlarni biriktiradi. Tizim avtomatik ravishda uning ma'lumotlarini soliq, statistika va boshqa tegishli idoralarga yuboradi. Agar ega 3 ish kuni ichida rad javobi kelmasa, uning faoliyati avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tgan hisoblanadi. Jasurning xarajati esa faqatgina davlat bojini to'lashdan iborat bo'ladi. Bu esa ancha arzonlashgan. Bu unga tezda o'z faoliyatini boshlash va dasturlashga e'tibor qaratish imkonini beradi. Misol 2. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Dilfuza opa. Dilfuza opa qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha o'zining kichik korxonasini ochmoqchi edi. Uning mahsulotlari haqiqatan ham mazali bo'lishiga qaramay, oldin bu faoliyatni boshlash uchun bir necha 100 ming so'm sarflash va bir nechta idoralardan ruxsatnoma olishga to'g'ri kelardi. Sanitariya epidemiologiya nazorati markazidan sanitariya xulosasi, yong'in xavfsizligi bo'limidan ruxsatnoma, mahalliy hokimiyatdan yer yoki bino ijarasi bo'yicha hujjatlar. Ishlab chiqarish uchun texnik shartlar, bularning hammasi uchun alohida murojaat qilish kerak edi. Har bir idora o'zining talablarini qo'yib, hujjatlarni ko'rib chiqish uchun 5-10 kun muddat berardi. Jami hisobda barcha ruxsatnomalarni yig'ish uchun 20-2 oy vaqt ketishi va 20 million so'mdan ortiq xarajat qilinishi mumkin edi. Bu jarayon ko'pincha Dilfuza opani o'z g'oyasidan voz kechishga majburlardi. Yangi nizomga ko'ra Dilfuza opa ham yagona portal orqali murojaat qiladi. U o'zining ishlab chiqarish binolari haqidagi ma'lumotlarni, ishlatiladigan xomashyo turlari va texnologiyalar haqida qisqacha ma'lumotni elektron tarzda taqdim etadi. Tizim uning arizasini avtomatik ravishda sanitariya epidemiologiya nazorati, yong'in xavfsizligi va boshqa tegishli idoralarga yuboradi. Ushbu idoralar belgilangan qisqa muddat ichida, masalan 3 kuni o'z xulosalarini yagona tizimga kiritishlari shart. Agar rad javobi kelmasa, Dilfuza opaning arizasi avtomatik tarzda tasdiqlangan hisoblanadi. Bu unga nafaqat vaqtni, balki moliyaviy xarajatlarni ham sezilarli darajada tejaydi. Endi u o'zining qandolat mahsulotlarini tezroq ishlab chiqarishni boshlab, bozorda o'z o'rnini topishi mumkin. Misol uchun, qurilish sohasi tadbirkori Akmal aka. Akmal aka kichik qurilish firmasiga ega. U o'z faoliyat doirasini kengaytirib, yo'llarni ta'mirlash bo'yicha qo'shimcha litsenziya olishni xohlaydi. Avval qanday bo'lardi? Qurilish sohasidagi litsenziyalar ayniqsa murakkab bo'lib, bir nechta bosqichli tekshiruvlarni talab qilardi. Akmal aka Qurilish vazirligiga, Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasiga, shuningdek, tegishli mutaxassislarning malaka sertifikatlarini taqdim etishi, texnik bazasini tekshiruvdan o'tkazishi va bularning barchasini alohida tashkil etish kerak edi. Bu jarayonlar 2-3 oygacha cho'zilishi
bir necha million so'm xarajat qilishni talab etardi. Chunki har bir tekshiruv va hujjat o'ziga yarasha to'lovlarni talab qilardi. Yangi nizomga ko'ra Akmal aka ham yagona elektron portal orqali murojaat qiladi. U elektron ariza to'ldiradi. O'zining mavjud qurilish kompaniyasi haqidagi ma'lumotlarni, shuningdek qo'shimcha litsenziya talab qilinadigan faoliyat turi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni, masalan, mutaxassislarning elektron malaka sertifikatlari, texnik bazaning fotosuratlari va tavsiflari biriktiradi. Tizim avtomatik ravishda ushbu arizani tegishli idoralarga yuboradi. Ular belgilangan muddatda, masalan 15 ish kuni, Akmal akaning texnik imkoniyatlarini va mutaxassislarning malakasini elektron tizimlar orqali tekshirib xulosa berishadi. Agar bu muddat ichida rad javobi kelmasa yoki tekshiruvlar salbiy natija bermasa, Akmal akaning yangi litsenziyasi avtomatik ravishda rasmiylashtirilgan hisoblanadi. Bu Akmal akaga tezda yangi loyihalarga kirish imkonini beradi va uning biznesini sezilarli darajada kengaytiradi. Istisnolar, kutilmagan jihatlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu nizomda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni kelajakdagi kutilmagan holatlardan himoya qiladi. Istisnolar birinchidan shuni ta'kidlash joizki, barcha faoliyat turlari ham mutlaq soddalashtirilgan tartibga to'liq mos kelmasligi mumkin. Masalan, strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalar, xususan bank va moliyaviy xizmatlar, farmatsevtika sanoati, ba'zi turdagi yirik sanoat ishlab chiqarishlari, mudofaa sanoati yoki atom energetikasi kabi yuqori darajada tartibga solinadigan sohalar hali ham o'zining maxsus va murakkab litsenziyalash talablariga ega bo'lishi mumkin. Bu sohalardagi xavfsizlik va nazorat darajasi juda yuqori bo'lganligi sababli ularga nisbatan qo'shimcha tekshiruvlar va ruxsatnomalar talab qilinishi davom etadi. Yangi nizomning soddalashtirishlari asosan kichik va o'rta biznesga tegishli standart faoliyat turlariga qaratilgan bo'lib, bu istisnolar tizimning umumiy samaradorligiga ta'sir qilmaydi. Balki alohida xavf omillari bo'lgan sohalarda nazoratni ta'minlaydi. Shuning uchun, agar sizning faoliyatingiz yuqorida sanab o'tilgan yuqori tartibga solinadigan sohalarga taalluqli bo'lsa, u holda qo'shimcha ravishda tegishli vazirlik yoki idoralarning rasmiy veb-saytlaridan aniq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Kutilmagan jihatlar va tuzoqlar birinchi kutilmagan jihat bu. Yangi raqamli platformaning dastlabki ishga tushirilishida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik nosozliklar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, serverlar haddan tashqari yuklanishi, saytning sekin ishlashi yoki ba'zi modullarning to'g'ri ishlamasligi kabi muammolar dastlabki kunlarda kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda sabrli bo'lish va texnik yordam xizmatiga murojaat qilish muhimdir. Ikkinchidan, yangi tizimning soddalashuvi ba'zi maslahatchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Ular o'zlarini yangi nizom bo'yicha yagona mutaxassis qilib ko'rsatib, aslida mavjud sodda jarayonni yana murakkablashtirib, ortiqcha to'lovlar talab qilishlari mumkin. Shuning uchun har doim rasmiy manbalardan, ya'ni davlat xizmatlari markazlari yoki hukumatning rasmiy veb-saytlaridan olingan ma'lumotlarga tayaning. Hech qachon shubhali vositacha mablag' to'lamang. Barcha kerakli ma'lumotlar va xizmatlar rasmiy kanallar orqali bepul yoki minimal davlat boji evaziga taqdim etiladi. Noaniq nuanslar. Yangi nizomning eng asosiy noaniq, ammo juda muhim nuanslardan biri bu sukut saqlash rozilik tamoyilini to'g'ri tushunishdir. Bu shuni anglatadiki, agar sizning arizangizga belgilangan muddat ichida rad javobi kelmasa, u avtomatik ravishda tasdiqlangan hisoblanadi. Ammo bu siz o'zingiz xohlagancha ish boshlab ketaverishingiz mumkin degani emas. Sizning arizangizning holatini elektron portal orqali muntazam ravishda tekshirib turish muhim. Tizimda tasdiqlandi degan rasmiy xabar paydo bo'lgandan keyingina o'z faoliyatingizni to'liq boshlashingiz mumkin. Aksi holda, agar tasdiqlanmagan holda faoliyat boshlansa, bu qonunbuzarlik deb hisoblanishi mumkin. Ikkinchi muhim nuans, ayrim ruxsatnomalar uchun mahalliy hokimiyat organlarining roli saqlanib qolishi mumkin. Garchi markaziy tizim orqali ariza topshirilsa-da, ba'zi joylarda, masalan, yirik savdo nuqtalarini ochish yoki ommaviy tadbirlarni o'tkazish uchun mahalliyat organlari bilan qo'shimcha kelishuvlar yoki yig'ilishlar talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa jamoat tartibi, sanitariya talablari yoki shaharsozlik qoidalariga rioya etilishini ta'minlash zarur bo'lgan holatlarga tegishli.
Lekin bu holatlarda ham jarayon avvalgidek qog'ozbozlik bilan emas, balki elektron tizim orqali amalga oshiriladi va hokimiyatning javob berish muddatlari ham qat'iy belgilangan bo'ladi. Uchinchi muhim jihat mavjud ruxsatnomalarga ta'siri. Agar sizda allaqachon eski tartibda olingan ruxsatnomalar yoki litsenziyalar mavjud bo'lsa, ularni qayta rasmiylashtirish yoki yangi tizimga o'tkazish zaruriyati yuzaga kelishi mumkin. Nizomda bu kabi holatlar uchun aniq tartib ko'rsatilgan. Ba'zi hollarda mavjud ruxsatnomalar o'z kuchida qoladi. Boshqa hollarda esa ularni elektron tizimda ro'yxatdan o'tkazish yoki ma'lumotlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Bu o'zgarishlarning barchasi rasmiy veb saytlarda batafsil yoritilgan bo'ladi. Shuning uchun e'tibor bilan kuzatib borishingizni tavsiya etaman. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi eng muhim qismiga keldik. Siz shaxsan nima qilishingiz kerak? Ushbu yangi nizomdan to'g'ri foydalanish uchun qanday amaliy qadamlarni bosishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, rasmiy manbalarga murojaat qiling. Birinchi va eng muhim qadam, bu yangi nizomning to'liq matnini yoki uning asosiy qoidalarini hukumatning rasmiy veb-saytlaridan, masalan, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yoki Davlat xizmatlari agentligining portalidan topish va diqqat bilan o'rganish. Bu hujjat sizning faoliyat turingizga oid bo'lgan barcha yangi talablar, muddatlar va jarayonlar haqida to'liq ma'lumot beradi. Internetda tarqalgan har qanday mish-mish yoki noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmang. Faqatgina rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlar ishonchli hisoblanadi. Ikkinchi qadam, elektron portalga kiring va ro'yxatdan o'ting. Tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish yoki ruxsatnoma olish uchun siz yagona elektron portalga, hozirda bu my.gov.uz hisoblanadi. Lekin tadbirkorlar uchun alohida portal ishga tushirilishi ham rejalashtirilishi mumkin. Kirishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda hali shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, ro'yxatdan o'ting. Buning uchun sizga elektron raqamli imzo ERI kerak bo'ladi. ERIni davlat xizmatlari markazlaridan yoki onlayn tarzda olishingiz mumkin. ERI bu sizning elektron imzoyingiz bo'lib, u hujjatlarning haqiqiyligini tasdiqlaydi va sizga ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish imkonini beradi. Uchinchi qadam, arizani to'g'ri to'ldiring va hujjatlarni yuklang. Portalda sizga kerakli bo'lgan xizmatni, masalan, yangi tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazish yoki litsenziya olish uchun ariza tanlang. Keyin elektron arizani diqqat bilan to'ldiring. Har bir maydonni to'g'ri va aniq ma'lumotlar bilan to'ldirish juda muhimdir. Xato ma'lumotlar arizangizning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Pasport ma'lumotlari, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi pasporti seriyasi va raqami, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami. STIR bu ma'lumot avtomatik tarzda integratsiya qilingan tizimdan olinishi mumkin, lekin sizda bo'lishi foydali. Faoliyat turiga oid ma'lumotlar. Tadbirkorlik faoliyatingizning aniq yo'nalishini, ya'ni qaysi sohada ishlamoqchi ekanligingizni ko'rsating. Masalan, qandolat mahsulotlar ishlab chiqarish yoki mobil ilovalar yaratish. Binoga oid ma'lumotlar. Agar siz biron bir bino yoki joydan foydalanmoqchi bo'lsangiz, uning manzili, ijarasi yoki egaligi haqidagi ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Ba'zi hollarda binoning fotosuratlari yoki texnik pasporti elektron nusxasi ham kerak bo'lishi mumkin. Qo'shimcha litsenziya talab qilinadigan faoliyat turlari uchun. Agar sizning faoliyatingiz litsenziyalanadigan bo'lsa, masalan, tibbiyot, ta'lim, qurilishning ayrim turlari, siz tegishli mutaxassislarning diplomlari, malaka sertifikatlari, texnik uskunalar haqidagi ma'lumotlarni elektron shaklda yuklashingiz kerak bo'ladi. Bu hujjatlarning elektron nusxalari, ya'ni skaner qilingan yoki yuqori sifatli fotosuratlari talab qilinadi. Arizani to'ldirgach, uni bilan tasdiqlab yuboring. 4-qadam, jarayonni kuzatib boring. Arizani yuborganingizdan so'ng sizning shaxsiy kabinetingizda arizaning holatini kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib chiqilmoqda, qo'shimcha ma'lumot talab qilinadi. Tasdiqlandi yoki rad etildi kabi statuslar paydo bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha ma'lumot talab qilinadi, statusi paydo bo'lsa, talab qilingan hujjatlarni tezda yuklashingiz yoki ma'lumotlarni to'g'rilashingiz lozim. Agar rad etildi statusi kelsa, rad etish sabablari batafsil ko'rsatiladi. Bu sabablarni o'rganib, xatolarni tuzatib, qayta ariza topshirishingiz mumkin. Yoki agar siz rad etishni noo'rin deb hisoblasangiz, belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga egasiz. 5-qadam, davlat bojini to'lash. Agar arizangiz tasdiqlansa, sizga davlat bojini to'lash uchun
elektron hisob faktura yuboriladi. Bu to'lovni bank kassalari orqali onlayn to'lov tizimlari, masalan, Payme, Klik va boshqalar orqali yoki portalning o'zida to'lashingiz mumkin. Davlat bojini to'laganingizdan so'ng tegishli ruxsatnoma yoki shaklida shaxsiy kabinetingizda paydo bo'ladi. Siz uni yuklab olishingiz va chop etishingiz mumkin. Unutmang, endilikda ko'pgina ruxsatnomalar elektron shaklda ham yuridik kuchga ega. Xulosa. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek tasdiqlandi degan bu so'z o'rtida butun bir davlatning tadbirkorlikni rivojlantirishga bo'lgan ulkan intilishi va xalqimizning farovonligini oshirishga qaratilgan amaliy islohotlar yotibdi. Bu shunchaki qog'ozda qoladigan qoida emas, balki amalda ishlaydigan va sizning biznesingizga yangi imkoniyatlar eshigini ochadigan tizimdir. Yangi nizom ortiqcha sarf xarajatlarini kamaytiradi, vaqtingizni tejaydi, jarayonlarning shaffofligini oshiradi va eng muhimi, sizning tadbirkorlik tashabbusingizni qo'llab-quvvatlaydi. Bu o'zgarishlardan samarali foydalanish har birimizning qo'limizda. O'zingizni eski tizimning murakkabliklari bilan cheklamang. Yangi imkoniyatlardan unumli foydalaning. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki bu yangiliklar haqida o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozing. Biz har bir izohni o'qib chiqamiz va ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat va biznesingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Yangi imkoniyatlar tomon dadil qadam tashlang.